O'tkaz, bor o'tkaz. Bor o'tkazdi. Yordam beramiz To'g'ri. Yo'q, qo'yamanmi? Ne to'g'ri ketyapsiz-ku o'zi. Hayır, kesin o to'g'ri tamam. Yordam beramiz sizga. Yo'q, kerak emas. Rahmat. Yo'q, necha yoshdasiz? Men sizdan yosh. Yo'q, bilaman mendan yoshsiz. 81 yoshda ekanlar, mendan yosh deyaptilar. Iloyim shunday bo'ling, bobojon. Nima qilay, to'xtang, men ushlayman. Men ushladim, nima qilay? Kerak ketyapsiz o'zi. Taksiyada mincha beray, ha, shoshma. Bitta xavfsiz minchasi beraman, bobojon. Ana bu sizni himoya qilish uchun, kechasi shofirlar ko'rish uchun. Nimcha. 81 yoshda ekanlar, mana shu yoshda velosiped boshqaryaptilar. Hammaga hammasi qilsa avvalambor, bunaqa yoshda velosiped boshqarish. Futbolga shoshadi. Buxoro o'ynayapti. Futbolga shoshayotgan ekanlar, Buxoro o'ynayotgan ekan, iloyim Buxoro yutsin bugun. Qarang, nimchangiz yo'q-da, bobojon. Bu sizga padarka. Menga bering Hasan. Bering ana Hasan, nimaga bering? To'xtang. Xor bobo emas, bobojon. Hazilkash bobo ekansizniki. Rahmat o'g'lim. Ha? Harakat ishtirokchilariga tilaklaringiz. Yo'q, u men bizni ham yo'q. O'tib ketdilar. Allohu akbar. Oq yo'l bersin bobojon. Rahmat. Sekingina o'tiring. Rahmat. Iloyim safarlar bexatar bo'lsa, ko'rib turibsizlar, bobomuz juda ham yoshlari ulug', 81 yoshda, lekin shu yoshda ham velosiped boshqarib ketadi. Demak, siz va biz hammamiz shu yoshga yetish uchun avvalambor o'zimizni asrashimiz kerak.